Assalomu alaykum qizlar, yaxshi dam oldinglarmi? Men shunaqa ozgina kichkina elementlarni shunaqa joyda ko'rsatib ketmasam, keyin ofishiy rasmda, videolarda bilinmay ketadi bu joylari. O'shani ko'rsatkim keldi. Mana qaranglar, mana bu kaketkasida oldi shundaqa yoysimon bo'lib turib, past tomonda qo'ltiq tomondan shunaqa aylanib ketadigan stilda buni. Mana ko'rsanglar, aylanib tushib turib orqa tomoni mana bu dumaloq yoysimon bo'lib ketadi. Hozir manikenim shu katta L razmerdagi manikenda. Bu o'zi asli ko'ylakcha 10 yoshli qizniki. Hozir tiqilib qoldi-da, bu yonboshi mana tikilmagani uchun kiryapti, lekin o'zi asli kirmaydi. Mana bu qiz kichkina bo'lgani uchun bel tomongacha tushadi. Mana har doimgidek ichki tomoni shunaqa